Agrobank hamkorligida Surxondaryo viloyati Qiziriq tumani Qishloqozon mahalla hududida joylashgan 1797-1791 sonli konturlarda bir kontur bir maqsad dasturi asosida piyoz ekini ekilgan. Ushbu ekin maydonlari jami 15 gektar yer maydonini tashkil qiladi. Ushbu maydonda 20 ta dehqon xo'jaligi faoliyat yuritib kelmoqda. Hozirgi kunda piyoz mahsulotlari to'liq yetishtirilib, parvarish ishlari amalga oshirilmoqda. Bunga ham lider tadbirkor sifatida Kunchiqish tariqati ishlab chiqarish korporativi biriktirilgan. To'liq piyoz yetishtirish bo'yicha to'liq agrotexnika ishlarini amalga oshirdi. Ushbu yer maydonining bo'yiga 600 metrni, eniga 250 metrni tashkil qiladi. Hozirgi kunda piyoz ekinlarining parvarishi yaxshi holatda. Jami maydondan 525 tonna hosil olish rejalashtirilgan. Bugungi chislamiz 10-aprel 2026-yili. Ushbu maydonda ikkinchi ekin ekish bo'yicha ham daromadga bop ekin ekilish rejalashtirilgan.